Salom hammaga. Bugun hamma tanigan BTSli tirnoq qilishni o'rganamiz. Ya'ni buning uchun eski materialimizni yechib olamiz va jimjilog'imiz sinib qolgan ekan, o'sha sinib qolganini remont qilamiz. Buning uchun baza olamiz va bazaga xuddi shuncha akriloviy pudra qo'shamiz. Xuddi akrigel tayyorlab olganman. Siz akrigel ishlatsangiz ham bo'laveradi. Tirnog'imizni spirt bilan tozalab, quritib olib, primer degidrator suramiz va keyin tayyorlagan masallig'imizdan suramiz. Tekislab lampada quritamiz. Qurigandan keyin spirt bilan artib, pilkalab forma keltirib olamiz. Hamma tirnog'imizga forma qilib olamiz. Keyin apelsinov palochka yoki pusher bilan terimizni ko'tarib chiqamiz va kombinirованный manikyur qilamiz. Kombinirованный degani bu apparat bilan tozalab olib, qaychi bilan kesish etiladi. Kesgandan keyin yana sharik va freza bilan yana bitta shlifovka qilib yuboryapman. Ya'ni shunda kuchukulolari chiroyli o'sadigan bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Mana manikyurimiz tayyor bo'ldi. Chiqib qolgan joylarini bafik bilan tozalab yorib, spirtda artib, o'sha gel qoplama qilishni boshlaymiz. Agar siz gel qoplamada o'zingizga yoqqan rangingiz bo'lmasa, 3-4 ta rangingizni aralashtirib, o'zingizga yoqqan rang chiqarishingiz mumkin. Mana men asosiy rangga bo'yab olib, endi birinchi qahramonimizni chizishni boshlayapmiz. Bu Cho'ngukka qahramonim edi. Yo'q, mana bu Quyoncha Cho'nguk edi, adashmasam. Hammani o'zini rangi bor. Bu ranglarni mana bunaqa o'zimizga kerak ranglarni aralashtirib, xuddi o'zimizga xohlagan rangimizni chiqarib olsak bo'ladi. Siz bu usulni nafaqat BTS dizaynini qilayotganda, balkim boshqa dizaynlarni qilayotganda ham ishlatsangiz bo'ladi. Mana ikkita qahramonimiz asosiy ranglarini tirnog'imizga chizib oldik. Mana 3-qahramonimiz adashmasam bu lideri qahramonim. Mana buni ham mana bunaqa ko'rinishda chizib oldik. Chizayotganda biz asosan asosiy rangini berib olamiz. Ya'ni mana bunaqa qilib ko'p qismidagi ranglarni chizib olganman. Ya'ni bosh qismi tanasini chizib olganman. Undan keyin mana bunaqa kattaroq qismi, ya'ni quloq qismi, qora qismini chizib olganman va chetlaridagi o'sha chegarasini chizib olganman. Mana o'sha ko'zlarini, og'zi, burnini chizib olganman. Adashmasam oxirgi paytda BTSga qiziqadiganlar juda ham kamayib ketyapti. Oldinlari esimda, armiyaga bormasdan oldin ularning fanatlari juda ham ko'p edi. Hozir bo'lsa vosha kamayib ketgan. Hech kim qiziqmay qo'ydimi? Ular nima deb o'ylaysiz? Armiyadan kelgandan keyin yana fanatlari ko'p bo'larmikan yoki BTS davri o'sha o'tib ketdimi ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Chunki men oxirgi paytda BTS haqida hech narsa eshitmay qo'ydim. Hech kim qiziqmay qo'ydimi oldingidek? O'zi bularning qahramonlarini chizish juda ham oson. Bularga o'xshagan mult qahramonlarni ham chizish juda ham oson bo'ladi. Chunki boyagidek asosiy fonini berib olamiz, asosiy rangini beramiz, keyin qora rangda chetlaridagi chegaralarni chizib chiqsak bo'ldi. Dizaynlarimiz tayyor bo'ladi. Eng kerakli bu yerda men bu rasm chizish uchun kerak ranglarini aralashtirib olish. Chunki bunaqa ranglarni sotib olaverishga ko'p pul ketib qoladi. Shuning uchun mana bunaqa aralashtirishni yaxshi o'rganib olsanglar, bemalol o'zingizga kerakli ranglarni aralashtirib, bunaqa har xil dizayn qilsanglar bo'ladi. Mana kelasi qahramonimizni chizishni boshladik. Bu kimning qahramoni edi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Yungimidi. Men oldin ular armiyaga ketishdan oldin men ham qiziqardim-da. Hozir hammasi esimdan chiqib ketibdi. Men bu kimning qahramoni edi? Eslolmayman. Lekin oldinlari qiziqardim. Men bu Taehyonligini bilaman. Bu aniq o'zga sayyoralik deb aytgandi. Buni esimda yurakcha boshli. Qolganlari esimda yo'q. Bu Chiminmidi? Yo'q. Anaqa. Даже oti esimdan chiqib ketdi, voy xudoyim. Jinmidi? Jin. Shunaqa bo'lsa kerak. Bu Pichinimi? Yong'oqmi? Nima deb o'ylaysizlar? Yoki kakashkamikin? Menimcha Pichini bo'lsa kerak bu. Mana
3-4 ta fon yoki yong'oqmi bu pastidagi yer yong'oqqa o'xshar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Bu nima o'zi? Bu nima? Vashya bilmas ekanman. Siz o'zingizga mana shunaqa manikyur qilib yurgan bo'larmidingiz? Kommentariyga yozib ketinglar. Bunaqa dizaynni nafaqat BTSga boshqa narsalarga ham ishlatsa bo'ladi. Bir xil даже odamlarning rasmini, portretlarini chizadi. Masalan, Harry Potter rasmini chizganlarni ham ko'rdim. Shuning uchun manikyur qilish bu tvorческий odamlar bo'ladi, san'at odamlarichi, o'shalar uchun juda ham idealniy narsa-da. Xohlagan narsalar rasmini chizsanglar ham bo'ladi, xohlaganicha dizayn chiqarsangiz ham bo'laveradi manikyurda. Ham bundan yaxshi pul topsangiz ham bo'ladi. Masalan, rasm chizsangiz u sotilmay qolishi mumkin-ku, manikyur har doim sotiladi. Bu manikyurdan dizayndan ko'proq pul ishlasangiz bo'ladi. Mana qo'ldan chizilgan rasmlar qimmat turadi. Bitta tirnoqqa kamida 20 ming turadi bunaqa dizayn. Bir xil joylarda вообще 50 ming, 60 ming, 100 minggacha ham chiqishi mumkin. Shuning uchun rasm chizishga qiziqadiganlar dizayn qilishni yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Chunki dizayndan ko'proq pul ishlatsa bo'ladi. Va kommentariyga yozinglar, kelasi safar nimani dizaynini chizamiz birga. Qanaqadir mulk qahramonlarni chizishimiz mumkin, qanaqadir Pinterest dizaynlar, qanaqadir moda bo'layotgan dizaynlar so'rashinglar mumkin, birga chizib ko'rsataman. Hozir dizaynimiz chizib bo'lib qoldi. Bundoq qaraganinglarda уже o'xshayapti. Mana bu pecheniyemizni chizyapmiz. Buni chizishga uncha ko'p vaqt ketmadi. Masalan, mana shu hamma tirnoqqa где-то 5 minutgina vaqt ketdi. Bu tez chiziladigan dizaynlardan bittasi. O'zi manikyurchi uchun tez chiziladigan dizaynlar bu eng zo'r varianti. Chunki tez chizasizlar, ko'proq pul topasizlar, shunaqa ko'proq klient qabul qilasizlar. Shuning uchun bunaqa har doim tez chiziladigan dizaynlar o'rganishga harakat qilinglar. Kamroq vaqtingiz ketadi, kamroq kuchingiz ketadi, lekin ko'proq pul topasizlar. Mana, почти hammasi tayyor bo'ldi, lekin jimjilog'im bilan bosh barmoqlarim bo'sh qoldi. Ularga nakleyka yopishtiramiz hozir. Hozir men bu binafsha rangimizda, fioletovimizda yurakcha chizib olganman. Sizlar o'zingizlarga xohlagan narsalarni qo'shsanglar bo'ladi. Nafaqat yurakcha, balkim BTS belgisini yoki boshqa narsalar chizsanglar bo'ladi. Jimjiloqqa hozir yaltiroq anaqa lak surib oldim. Bosh barmog'imga ham yaltiroq lak surib olganman. Sizlar buni xohlaganingizcha qilsanglar bo'ladi. Va mana shunaqa nakleyka yopishtirmoqchiman. Va mana shunaqa ibora bo'ladi. Do you will know BTS? Your go-to pickup line. 만약에 여자분한테 다가가야 될 때 어떤 멘트로 You know BTS? Mic drop. Billboard singer. Chunki menga bu juda ham kulgili tuyuldi. O'zi вообще Shugas eng kulgili, samый такой qiziq personajlardan bittasi. Va yana bitta mana bunaqa iborani ham yopishtiraman. I purple you. Bu вообще baza, bu so'z hech qanaqa BTS dizayni bo'lmasa kerak menimcha. Va mana dizaynimiz tugadi. Ustidan top suryapmiz. Top bu eng oxirgi qoplama. Hamma tirnog'imizga surib, lampada qotirib olamiz. Dizayn yoqqan bo'lsa like bosamiz, savollaringiz bo'lsa kommentariy yozamiz. Meni qo'llab-quvvatlashinglarni so'ragan bo'lardim, chunki kommentariyalar, likelar bu meni kanalim rivojlanishi uchun juda ham yordam beradi. Shuning uchun like va kommentariyalarni ayamanglar. Mana dizaynimiz yoqqan bo'lsa, iltimos qo'llab-quvvatlanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi safar qanaqa dizaynlarni ko'rishni xohlagan bo'lardinglar? E'tiboringiz uchun rahmat. Hammanglarni yaxshi ko'raman.